tadbir qilganimizda target yoqasizmi, boshqa qilasizmi? Какой target? O'zi joy topib bera olmaymiz. Bir qillar aytardi. Men orqali o'tsa 30%, 20% skidka berasizmi? Nimaga dedim. Shundoq ham zalim to'lasa nima uchun men skidka berishim kerak dedim. Yutug'im ham shu, aybim ham shu. Yutug'im shu, uzoqni ko'raman. Bulut yodiga quyosh chustat qilaman. Aybim ham shu. Yangisiga ketaveraman, sazidatelman. Eskilardan zerikaman, keyin Husan'a ketadi. Sen loyihalarni to'g'dirib tashlaysan, men nima qilaman, baqir-chaqir qiladi. Mana Hasan Husanligimizni plusi ham, minusi ham shu. Jazosi 10 ta qilgan ishimdan 7 tasi xato bo'lishi mumkin, o'shani ko'k choy ichib kerak. Shu asosida mana shu tadbirkorlarni o'qitish ham boshlandi. Siz tadbirkorlar bilan juda ham ko'p gaplashasiz, muloqotda bo'lasiz. Sizning fikringizcha hozirgi tadbirkorlarda nima desa bo'ladi? Qanaqa hozirgi tadbirkorlar O'zbekistondagi oldin qanaqa edi, hozir qanaqa? Ya'ni o'zgarish bormi mana shu? Oldinga nisbatan yana bir marta aytaman. Eski O'zbekiston, yangi O'zbekiston, oldin qorong'ich paytda bulichkani ham yedik. Hozir shvedskiy stol to'laligidan sushi turganda qozon kabobga tabakiga qaramaydigandek to'yda. Bugun kontent ko'p, bugun spikerlar ko'p, bugun tadbirlar ko'p, bugun event ko'p. Bugun uje tanlasa bo'ladi. Tanlov bor. Bular uje ancha aqlli bo'lib qoldi. Biz aytamiz, bunda cho'p tiqsak ham ko'kargan paytiga tiqdik-da. Hozir target yoqib 1000, 2000, 3000 dollarlab sarflashyapti. 10000 mana oddiy zapislarga 10000 dollarlab sarflashyapti. Biz boshidagi tadbir qilganimizda target yoqasizmi, boshqa qilasizmi? Какой target? O'zi joy topib bera olmaymiz. Bir qillar aytardi. Men orqali o'tsa 30%, 20% skidka berasizmi? Nimaga dedim. Shundoq ham zalim to'lasa nima uchun men skidka berishim kerak dedim. Hozir mana shu tadbirkorlar to'g'risida so'raymiz. Sizning fikringizcha hozirgi tadbirkorlarda eng ko'p uchraydigan xatolar nima? Endi xato har kun yangi xatoni hozirgi tadbirkor deganda siz bilan bizdagi tajribali tadbirkorlar bor, tajribasi kam bo'lganlar bor. Xato mana kechagi xato. Masalan, marketingligida sizlarning kalibringlar overqualified ekan. Mani xatoyim sizlarga o'xshagan o'zimga qadrli bo'lgan odamlarni hali kalibri past bo'lgan joyda nima qildik. Hattoki kechagi marketing ligasida gipotezasida mani mo'ljalim praktikum intensivga kelganlar keladi deb o'yladim. Lekin kim organizovat qilishiga bo'ldi, loyiha menejerlari, shogirdlarning kommunikatsiyasi, meseji, salohiyatini kam ishlatgani uchun kalibri pastroq bo'lgan auditoriyani yig'ib qo'ydi. Men aslida bu auditoriyani hammasini bitta joyga qilib, olivye qilib yoki salat qilib, eng zo'rlarni bitta joyda yig'amiz degan mesejni qilinglar deb aytdim. Demoqchimanki, xatolar har xil, noto'g'ri gipoteza qilib qo'yamiz. Noto'g'ri positioning qilib qo'yamiz, noto'g'ri promotion qilib qo'yamiz, noto'g'ri target yoki noto'g'ri konversiya qilamiz. Juda ko'pda. Endi ba'zida Hasanga to'g'ri kelgan xato Husanga to'g'ri kelmaydi. Hammani o'zini xatosi, o'zini unikalligi. Fiyaskiz yo'qoldi bozorda. Alisher Sayfov yaxshi ta'bir bordi. Oldin bitta kontent qilsam ham konversiya bo'lsa, hozir 55 ta kontent qilib ham o'sha davlat qilish qiyin bo'ldi. Yosh bolaga o'xshaydi, qiti qochadi-yu, kimda qilsangiz ham qita olmaysiz. Boshida bunday qilsangiz ha deydi. Bugun target bilan ham hattoki ishoning, na O'zbekistondagi, na chet eldagi kompaniyalar O'zbekistonda kelib, mana hozir sizlardan oldin efirdan oldin gaplashdik-ku. Nedvijimiz bobidagi oldingi marketing strategiyasi уже ishlamayapti. Oldingi продаж strategiyasi ishlamayapti. Yangi model продаж kerak. Bozor o'zgaryapti. Bozor konkretni o'zgaryapti. Rivojlanyapti desa bo'ladi. Joyida turish uchun yugurish kerak. Hali o'zgarmaydigan bitta o'zgaruvchanlik qoldi-da. Faqat o'zgarishlar o'zgarmay qolgan, hamma narsa o'zgaryapti. Ko'p tadbirkorlar menga ham Bekstikam ham yozishadi, marketing to'g'risida o'rgating, biznesimda nima qilsak bo'ladi degan savollar ko'p keladi. Bizda Sherzod Tursunov, Barno Tursunova va men bilan Bekstikam tadbirimiz bor. Karra o'sish degan, faqat tadbirkorlar uchun o'tda har xil temalarni, har xil instrumentlarni ochamiz. Sotuv, eng katta temamiz marketing. Agar qiziq sizga bo'lsa, pastda havola bo'ladi. U havola orqali o'tib, dastur haqida o'rgansangiz bo'ladi. Biz ham bu narsani ko'ryapmiz. Biz o'sha boshida kelganimizda, Rossiya bilan taqqoslaganimizda ancha hayron bo'ldik-da. O'zbekistonda baribir ham marketingga katta e'tibor berishmagan edi. Hozir mana hamma tushunib yetyapti, что marketing kerak. Faqatgina o'sha target ham yordam bermaydi. Просто kreativ qilib qilsa ham bo'lmaydi. Ya'ni marketing strategiya qilish kerak, sanash kerak. Bu narsani ko'ryapmiz. Bu menimcha yaxshi narsa. Ya'ni bu degani hamma
такой yaxshi ishlashni boshlaydi, bilimga chanqoq bo'ladi menimcha. Da, Hayot yaxshi o'rgatadi, sal qimmatroq oladi. Shu. Klientini yo'qotib, bozorini yo'qotib, rinkni yo'qotib. Shu. Sal qiyinroq, chunki oldin hamma narsa zo'r ishlardi-yu. Hech narsa qilmaysiz ham aytyapsiz-ku, biz hech narsa qilmasak ham bitar anaqa zallarimiz to'la bo'lardi. Endi o'zgarayotganda og'ir kelyapti ko'pchiligi, o'zgarish kerakligini tushunish ham og'ir kelyapti. Shu narsalar baribir ham bor. Hasan aka, mana siz e'tibor beryapsiz-ku, men eshityapman-da, siz baribir ham novatorsiz. Odamlar ko'rmaydigan narsalarni ko'rasiz. Nima narsa sizga yordam bergan mana shu proyektlarda mana oxirgi tochkani ko'rgansizda, 2 yil odam prosta investitsiya qilib yurish qiyin. Har bitta odam hamma qila olmaydi bu narsani. Kimdir 1 oy 2 oy o'xshamasa yopib ketadi. Qanaqadir proyektlarga siz mana ko'zingiz yetadi-da, ko'rasiz. Nima kачество bor sizda? Bilmayman, shu uyda yutug'im ham shu, aybim ham shu. Yutug'im shu, uzoqni ko'raman. Bulut tuyodagi quyoshni chustat qilaman. Aybim ham shu. Yangisiga ketaveraman, sazidatelman. Eskilardan zerikaman, keyin Husan'a ketadi. Sen loyihalarni to'g'dirib tashlaysan, men nima qilaman, baqir-chaqir qilib yuboradi. Mana Hasan Husanligimizni plusi ham, minusi ham shu. Men ijodkorman. Steve Jobsga o'xshab o'zini kompaniyasidan o'zi haydaveradi, xalaqit qiladigan zonasi bor. Ma'lum bir paytdan keyin biznesga xalaqit qiladi. Lekin super sila shu. Xudo yuqtirgan iste'dod bor, trend bor, chustat qilaman, bilaman shu mana shu ishlaydi. Faqat qadrlasa bo'ldi, jonim berib yuboraman. Qadrlasa, kim qadrlasa? Men qadr topsam, agar meni 3-4 marta berayotgan inisiativamni 2-3tasini chopishsa, qolgandan ham kim chopishsa? Partnyormi kim? Partnyorlarim dedi, boshqa kim bo'ladi? Любой inson anaqa ikki og'ishini, hattoki mana biznes marafonlar ham, biroq diplomatiyani haq hurmati Alisher Sadullayev, Alla Sattorov aka biz uchun qadrli, xursand bo'lamiz degan jonimni berib yuborganman. Bugun biznes marafon O'zbekistonda fenomenga aylandi. Partizanskiy, o'sha davlat rahbari e'tirof qilgan ustoz shogird an'anasi, tajribali insonlar, yoshlarni dunyoqarashini o'zgartirish, yangi zamon qahramonlari, men filosofiyasini bitada ko'raman. Hozir ham men ko'rayotgan bir ikkita videolar bor. Revolyutsionni yangilik qiladi, uni bitgandan keyin ko'riladi, chunki mana Murod Nazarov bugun Nesvandagi Vobrojensi birinchi Vobrojenda bo'lgan. U ishongan paytda hattoki yonidagi do'stlari ham, jamoasi ham ishonmagan. Uni liderlik qobiliyati, o'shanga ishonish, ko'rish, intuitsiya boshqa. Men ham hozir bir ikkita mana o'zi yangi loyihalarga jalb qilishga, meniki bo'lsa men qanaqa qilardim, men bilaman. Jazosi 10 ta qilgan ishimdan 7 tasi xato bo'lishi mumkin, o'shanga ko'k choy ichib olishinglar kerak. Go'sht suyagi bor-da, ijodkorman-da, emotsionalman. O'shaning uchun har doim aytaman, bilmay yana dilinglarni xira qilib qo'ysam, uzrimni qabul qilinglar. Niyatim yaxshi. Nojo'ya gaplar gapirib qo'ymay, dilozorlik qilib qo'ymay. Lekin men bu narsani qilayotgan paytda sal yaxshi Hasan aka mana bunaqa debdi, ko'k choy rasmi, ko'k choy ichib turib, quloq rasmi, siz молодец deb turinglar. 10 ta loyihaning 3 tasi vыстрел beradi, qaysi 3 tasini qilmagunimcha men bilmayman. Bu normal. Lekin birinchisida, ikkinchisida, uchinchisida meni shashtimni qaytarsalar, o'sha 3 ta tug'ilmaydi deyman. Meniki tabiatan shu. Lekin mana bu yerda bor bilaman. Shu odamga rozi bo'lsa, bu restoranning menyusiga 55 xil ovqat kiradi. Lekin chef power 255 xil sizga degustatsiya olib kelish kerak. Siz unga zo'r молодец, faqat buni men o'zim yedim, menyuga yana boshqasini ber deyishingiz kerak. Mana bu shu powerga o'xshagan odamman. Ijodkor shu edi. Hasan aka, mana bu tug'ma narsami yoki насмотренностьmi? Bilmayman, ikkalasi ham. Men asli endi baribir tug'ma narsa yo'q emas, bor. 4 ta o'quvchi, 5 kishi biz 5 xil biz. Tamam, eng emotsionallisi, eng tilida ham, boshqasida ham o'z niyat buzilmas, insonimizda, emotsiyada. Hali Steve Jobs o'zining kamchiligi bo'lganda, Lazzat ham kamchiligi bo'lganda, Murod akamni yutuq bilan bir qatorda kamchiligi, menga o'xshagan tabiatimiz bir xil. Murod akamnikida, Lazzat akamnikida o'xshash joylarimiz bor. Ko'p joylar. O'sha bu o'qukalarning ichida shu sal aybim bor. O'ta emotsionalman. Endi uni attachivать qilish насмотренность. Chunki hattoki mana shu M faktori rinkdan 5-6 yil oldiga o'tib ketishi, bir oy chilla saqlab, fokus, насмотренность kirib turib, dunyoda nima borligini bundoq qidirib, zoom in, think global, act local qilib olib kirganman. Haligacha 5-10 yilga yetyapti. Yoki mana hozir 2024-yil. 2004-yil qilib bergan kalkulyatsiya modelim poligrafiyada.
haligacha bitta bo'lsa ham harfi yo bitta bo'lsa ham formulasi o'zgarmagan, lekin haligacha o'shanaqa kalkulyatsiya modeli yo'q O'zbekistonda. Print.uzga hozir bersangiz 55 xil kalkulyatsiyani просто tender uchun birorta katalog, birorta kalendar, birorta любой poligrafik korobka upakovka qiling. Bular 1 soatda beradigan narsani eng kamida 3 kunda berishadi. O'sha 1 soatda bera oladigan narsani yaratishim uchun 1 oy fokus qilganman. Fokus hali bola tuqqanda yaratgan deb narsa kiriladi. Bu bilmayman qanaqadir bor. Ko'ra olaman. Просто aybim bor o'sha paytda. Hali buni nima qilgandan keyin u yoqqa fokusga kirishim kerak edi. Shu keyin bilmayman qolgan endi nasmotriniz ham bor. Nasmotriniz, mana bu ham nasmotriniz. Men aytdim, dedi. Men xohlagandek qilishibdi dedim. Buni qilish uchun men Pinterestda o'tiraman. Buni qilish uchun men boshqa nimalarda o'tiraman. U nasmotriniz. Nima xohlayman, lekin nima qilaman velosiped hisobida. Endi odamlar ham mana trend чувствовать qilishni xohlashadi-da. O'shaning uchun savol shu berdim. Faqat tug'ilish kerakmi bu narsa bilan yoki ko'rib rivojlantirsa bo'ladimi degan ma'noda. Shakllantirsa bo'ladi.